Mana bu chalg'ituvchi savol. Ko'pchilikni chalg'itadigan mana shunaqa bir bu ochiq test savoli 36 dan keyingi tushadigan savollardan juda xavfli savol. Juda xavfli, ehtiyot bo'lasiz. Funksiya berilyapti, mana. Funksiyaga mana bu yerdan qanaqadir demak OX o'qini manfiy yo'nalishida 120 gradus burchak tashkil qiluvchi urinma urinyapti. Urinish nuqtasining absissasi 10, urinish nuqtasining absissasi 10 va funksiyaning yana qaysidir mana bu yerda bitta nuqtasi bor. Mana bu nuqtasining absissasi -3, o'sha yerdagi qiymati 1 ga teng bo'lsa, f'10 minus f'-3 ning qiymatini topish so'ralyapti. f' nima ekanligini biz bilamiz, bu hosila. Demak, hosilaning 10 nuqtadagi qiymati va -3 nuqtadagi qiymatini ayirmasini topishimiz kerak ekan. Xo'p, nimasi chalg'ituvchi buni? Nimasi xavfli? Juda ko'pchilik mana shuni to'g'ri ishladim deb turib bitta ishni qiladi. Nima ishni qiladi? Hozir ko'rsataman. Xo'p, mana bu yerda mana shuni bo'ldi. Bo'ldi, mana shu yetadi menga. Xo'p, sal bu qismini kattalashtirib beringlar. Bo'ldi mana. Demak, hosilaning 10 nuqtadagi qiymati burchak koeffitsiyentiga teng, hammamiz bilamiz. Mana bu 120 ni olmaysiz. 120 chalg'ituvchi. Urinmaning OX o'qining musbat yo'nalishi bilan tashkil qilgan burchagiga teng, burchak koeffitsiyenti. Mana burchak. Demak, mana bu yer 60 gradusni olishimiz kerak. O'sha tangens 60 gradusga teng hosilaning qiymati. Nima degani? f'(x) f'(x) teng tangens phi. Tashkil qilgan burchak urinmaning OX o'qining musbat yo'nalishi bilan tashkil qilgan burchagining tangensi shu nuqtadagi funksiyaning hosilasining qiymatiga teng degan tushuncha bor. Bunga hali qaytamiz, hali bu mavzuni o'tamiz. Bilganlar uchun aytyapman. Faqat o'sha yerda mana burchakni berib qo'yadi-da, mana 120 deb berib qo'yadi-da, o'sha 120 ni qo'yib yuborish mumkin ko'pchilik adashib o'sha minus chiqarib qo'yish mumkin. Yo'q, biz bu tomonni qarashimiz kerak. Demak, 60 gradus qiymatiga, demak, f'10 tangens 60 gradus ildiz 3 ga teng ekan. Buni topib oldik, yaxshi. Endi f'-3 topamiz. f'-3 topadigan bo'lsak, f'-3imiz juda ko'pchilik deydi, mana -3 da deydi-da, mana bu yerdan -3. -3 da qiymat necha bo'lyapti? 1 deydi-da. 1 ekan deb turib f'-3 ga shundan 1 qo'yib ketadi, mana minus yo'q. Mana shu yerga 1 qo'yib ketadi. Tayyor ekan-ku deb hisoblamayman deb. Yo'q. Ana shu yerda adashasiz. Bu funksiya hosilasining grafiki emas, funksiyaning o'zining grafiki bu. Funksiyaning o'zining grafiki bo'lgandan keyin mana bunaqa do'ngliklarda, tepaliklarda, ya'ni lokal maksimum, lokal minimum joyda, bu lokal maksimum joylarda funksiyaning qiymati, hosilasining qiymati albatta nima bo'ladi? Funksiyaning hosilasining qiymati albatta nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Va bu savolning javobi demak f'10 minus f'-3 ildiz 3 ning o'zi bo'ladi. Ayrilgan 0 ildiz 3 bo'lib qolaveradi. Demak, birinchi savolning javobi shunda nima bo'lyapti? Ildiz ostida 3 ning o'zi bo'lyapti. Ikkinchi savolga o'tamiz. Orqaga bir qaytib olaman. Demak, ikkinchi savol nima qo'yilgan? Qaranglar, juda murakkab, qo'rqinchli. Allambalo bo'lib turibdi mana. Xo'p, lekin qo'rqishga hech ham asos yo'q. Qarang, 2 ko'paytirilgan f ikkitalik hosila, 2 marta hosila qo'shilgan ildiz 3 f'(x) ko'paytirilgan f'(x) dx deyapti. -3 dan 10 gacha bo'lgan oraliqda shu funksiyani mana shu integralni hisoblang, aniq integralni hisoblang debdi. Bizda Newton-Leibniz formulasi bor. Agar biz buning boshlang'ichini topa olsak, 10 bilan -3 ni qo'yib hisoblab topib qo'ya qolamiz. Lekin o'sha boshlang'ichini topish muammosi bor bu yerda. Juda qo'rqinchli holatda turibdi. Ikkitalik hosila, bittalik hosila ko'paytmasi aralashib kelgan. Lekin bitta xossa bor. O'sha xossadan foydalanamiz hozir sizlar bilan. Bilib qo'ying, o'zingiz uchun yozib olasiz buni. Demak, mana bu joyda qarang. -3 dan 10 gacha 2 f'(x) plus ildiz 3 f'(x) ko'paytirilgan f'(x) dx deyapmiz-da. O'sha f'(x) dx ni qavsdan chiqarib yubordim. Qavs ichida 2 plus ildiz 3 f'(x) qoldi. Ana endi mana bu joyga e'tibor bering. Mana to'rtburchakning ichida ba'zi o'sha yoshlarimiz uchun yangilik berilyapti. Yosh kattalarimiz biladi. D f'ximiz f'(x) dx ga teng doim. Mana shuni doim eslab qoling. D funksiya, d ning orqasiga birorta funksiyani qo'ysangiz, u nima qiladi? Orqasiga funksiyani qo'ysangiz,
uni shunday oldiga olib o'tib hosilasini oladida o'zi dx ga aylanib oladi. Misol uchun mana d 3x kvadrat minus 4x plus 1 da 3x kvadrat minus 4x plus 1 ning hosilasi 6x minus 4 bo'ladida o'zi dx ga aylanib oladi. d sinus x da sinus hosilasi kosinus qiladida oldiga oladida o'zi dx. Demak nima qilar ekan mana funksiya orqada turibdi. Ha, shuni oladi, joyida x qoladida o'sha funksiyani oldiga hosilasini qo'yib oladi. Ana endi biz demak mana bu yerda d ning orqasiga 2 plus ildizosti 3 f shtrix x qo'ysak, 2 ning hosilasi 0, ildizosti 3 koeffitsient sifatida oldinga chiqadida ildizosti 3 f shtrix x dx paydo bo'lib qoladimi mana? D ning orqasiga 2 plus ildizosti 3 f shtrix x qo'ysak, o'shanaqa f ikkitalik shtrix 2 marta hosila olingan holati paydo bo'lar ekan. Bizning mana bu narsamiz o'rniga, mana buning o'rniga mana buni qo'ysak bo'layapti, ya. Faqat bitta nima xalaqit beryapti? Ildizosti 3 xalaqit beryapti. Uni qanday qutulamiz ildizosti 3 dan? Mana bir taqsim ildizosti 3 qo'yaverasiz. Mana bunaqa narsaga keldik mana. 2 plus ildizosti 3 f shtrix x d 2 plus ildizosti 3 f shtrix x bo'lyapti. Ana buni mana bu beradi. Ildizostida 3 f shtrix x deb beradi, to'g'rimi? O joyida dx qoladi. O'sha ildizosti 3 mana bilan qisqarib ketadi-da, ishodniy holatiga, asl holatiga qaytadi. Ana endi vaqtinchalikka men mana bu ajibujini 2 plus ildizosti 3 f shtrix x ni t deb belgilab tursam, nima bo'ladi? 1 taqsim ildizosti 3 t dt bo'lib qoladi. Buning boshlang'ichi demak nima bo'ldi? Darajasi bittaga oshdi, 2 bo'ldi. Taqsim 2 ildizosti 3 bilan demak t kvadrat taqsim ildizosti 3. Tekshirib ko'raylikchi, hosil olsak 2 oldinga tushadi, qisqarib ketadi-da, t taqsim ildizosti 3 beradi. Yaxshi. T ning o'rniga tezda qaytarib, boya t deb turuvdik-ku, mana bu narsani qaytarib qo'ydik. 2 plus ildizosti 3 f shtrix x ning kvadrati taqsim 2 ildizosti 3, chegarasi 10 dan ildizosti 3 ga. Nima qoldi endi? 10 bilan minus 3 ni qo'yib hisoblash qoldi, xolos. 10 ni qo'ydik mana. Mana bu yerda qo'yapmiz 10. Ana 10 ni qo'ydik. Mana bu yerda minus 3 ni qo'ydik va 10 ni qo'yganimizda boya hisoblovdik-ku mana. Ildizosti 3 bo'luvdi-ya, mana. Ana ildizosti 3 bo'ldi. Ildizosti 3 ga ko'paytsa 3, 2 ni qo'shsak 5. Mana 2 plus ildizosti 3. f shtrix minus 3imiz 0 bo'ldi-da, 2 ning o'zi qoldi, 2 plus 0. Kvadratga oshirsak 25, 4 ta ayirsak 21 taqsim 2 ildizosti 3. Endi uni past tomon botqoqlikdan ajratib olsak, ildizosti 3 ga surat mahrajini ko'paytirib olsak, 7 ildizosti 3 taqsim 2 degan ko'rinishga kelamiz. Mana qisqacha mana shu demak o'sha chalg'ituvchi omillar nima bo'lyapti bu yerda? Men o'sha misolga yana qaytay. Mana shu joyda chalg'ituvchi joy mana shu yer. F shtrix minus 3 ni toping degan joyda men o'zim guvohi bo'ldim, juda ko'pchilik xato qilyapti-da. Mana shu yerda 1 ni qo'yib yuboryapti. Men 1 ni yozib qo'yish, bu meni yoz deb turibdi-da bu. F minus 3 ning o'rniga. F shtrix minus 3 ning o'rniga 0 bo'ladi. Mana shunaqa joylarda aldanmang. 120 ham mendan foydalan deb turibdi. Yo, biz sendan foydalanamiz, lekin seni ishlatmaymiz. Mana bu yerga 60 degan narsadan foydalanamiz deyishingiz kerak bo'ladi.